bir vaqtning o'zida nechta hodisaga yoki nechta narsaga diqqatimizni qarata olamiz? Savol. Demak, bir vaqtning o'zida bir nechta holatlarda diqqat qaratishimiz mumkin. Masalan, siz dars davomida darsni tinglab, faol tinglash orqali telefoningizga tez-tez qarab qo'yishingiz ham aynan diqqatni bir nechta holatda bo'linishi hisoblanadi. Va diqqatning ko'lami ham aynan shu narsaga bog'liq bo'ladi. Ya'ni keng va ko'p ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan. Diqqat bu atrof muhitni, organizmimizni tanlab olish, axborotni tanlay olish qobiliyati hisoblanadi. Masalan, siz diqqatingizni qachon nimaga qaratasiz? O'zingiz uchun qiziq bo'lgan narsaga qaratasiz, to'g'rimi? Masalan, hozir misol keltiramiz bu yerda diqqatingizni holatini, ya'ni diqqatimizni imkoniyatlarini sinab ko'ramiz. Mana shu doskada e'tibor qilasiz, so'zlar yozilgan ingliz tilida. Oramizda bu so'zlar iborasini to'liq tushunadiganlar bor yoki qisman tushunganlar bor. Endi shular orasida katta tezlikda F harflar sonini sanab menga aytasizlar, qo'l ko'tarib. Marhamat, ketma-ketlikda adashib ketmasdan aytishlaringiz mumkin. F harfi. Faqat tezroq sananglar, juda chuqur berilib ketmanglar. Xo'p. 4 ta. 3 ta, 5 ta. Xo'p. 5 ta. Xo'p, yana kimdir 5 ta aytdi? Yana 5 ta. Xo'p. Yana kim? 5 ta dedingiz. Madina, rahmat. Xo'sh, narigi qator. Demak, kimdir? Mana bu yoqda yangi variant. Xo'p, 6 ta dedi. 2 ta variant bo'ldi, 6 ta. Endi vaqtni qisqaligini hisobga olamiz. Sababi metodikamiz ham o'zi vaqt kichkina bo'lishi kerak edi, vaqt kamroq bo'lishi kerak. Shu joyda hozir mana 3 tadan boshlandi, kimdir aytdi. Demak, birinchi ko'rganingizda F harflari, demak, 3 taligini ko'rishimiz mumkin. Birlamchi sanashda. Chunki diqqatingiz bu narsaga ehtiyoji yo'q sanab chiqishga. Va aynan F harfini sanab borayotganligingizda kimdir 4 ta, kimdir 5 ta dedi, sabri yetmadi. Bu ham diqqatni holatini ko'rsatib beradi. Ya'ni hozir va shu yerda diqqatingiz barqarorligi, mana ikkita talabamizda 6 ta raqam chiqdi. Demak, 6 ta raqam bu eng optimal variant. Mana hozir sizlar bilan qolganlar bilan sanab chiqamiz shunda. Bo'ldi. Shunda nechta bo'lar ekan? 6 ta bo'ladi. Aslida eng to'g'ri variant 6 ta.